Oltin zamon xabarlari. Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar organlarini jalb qilgan holda o'tkazilgan tezkor tadbirda Hizb ut-Tahrirning diniy ekstremistik tashkilotining yashirin guruhi fosh etildi. Xususan Qo'qon shahrida yashovchi 1962-yilda tug'ilgan muqaddam Hizb ut-Tahrirning tashkilotiga a'zo bo'lib, Jinoyat kodeksining 159 va 244-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgani uchun 2000-yildan 2019-yillarda ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tagan shaxs 1965-1971-yillar oralig'ida tug'ilgan 4 nafar fuqaroni jalb qilgan holda noqonuniy guruh tuzgan. 2024-2025-yillar davomida Qo'qon shahridagi choyxona va oshxonalarda o'tkazilgan o'zaro yig'inlarda guruh a'zolari Hizb ut-Tahrirning g'oyalarini O'zbekistonga olib kirilishini, ushbu tashkilot tomonidan chop etilgan kitob va jurnallarda ifodalangan aqidaparastlikni, xalifalik davlati qurish g'oyalarini qo'llab-quvvatlab kelgan. Shuningdek, Telegramdagi yopiq kanalga a'zo bo'lib, unda Hizb ut-Tahrirga tegishli materiallar bilan muntazam tanishib borgan. Guruhning 1971-yilda tug'ilgan a'zosi ham muqaddam Hizb ut-Tahrirning tashkilotiga ishtiroki uchun 23 yillik jazo muddatini o'tab, 2024-yilning aprelida ozodlikka chiqqan bo'lsa, boshqa bir a'zosi esa firibgarlik bilan bog'liq jinoyati uchun umrining ma'lum qismini panjara ortida o'tkazgan shaxs hisoblanadi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 159 O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va 244 birinchi bandi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish hamda 244-moddasining 2-bandida diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llandi. Bu ma'lumotlar Daryo.uz saytidan olindi. Sizlarni bu yangiliklardan boxabar qilgan jurnalist Sevinch Zafar qizi.